İntamıg'im az qoldi, guaka bo'lib qolmay deb o'zimning qo'pqis kamisini o'zim zo'rlab qo'patmay do'stlar. Bugun bu 7 dan 20 qo'pqan bir kun. Tirishli do'stlar, tirishli. Sizlar uxlab yotmay, men o'xshash tirishinglar. Taras turus yuzlarimni mushib og'aynam bilan hozir yana o'g'inish qilmangdoq sinfqa. Oshxonaning oldida o'tgancha qusoq bexil kaldak mo'raydi. Kirsak oshxona birmi bor yo'q. Qusoqni bir astal o'tib o'g'inish qildi deb hozir oshxonaga kirdik. Oddilam tomoqlarni yeb og'aynam bilan qusoqni aslalashni boshlab ketdik. Üzəmçi bək baldur çıxdığımı deb sinif kirsəm bir saat işim olturdu, sinifda tilp oynab, məntiqi ügüniş qıvatqa oxşay deb qaptım hə? Muştaq ətgənlər kep tilp oynayıcım aballa, amal yox. Odla ügünişimni qılay deb, bugünkü ügünişimni başlap ketdim. Bugün ügündiğen kitap op qalsam, şu yanlam janchang rentijego. Bu kitapның nandosini üzəngli uqsılığı dostlar hə? Bugün saq 1 saat ügüniş qıtmam, 1 saat xilijıq neyronlarını ügün boldum dostlar. Tarışay, 1 saat dersim başlandı diye qarsam sağadaşlarım muştaq Wang Jorong yo. Oyna olturupdu, mening oynagım kep. Bodla üzəmni bes olay deb ügünişimni başlap ketdim. Ma zishikoda ma kitapni to'liq ishdan sho'dim do'stlar. 2 saat vaqtim ketdi. Birdan 2 saat dersim başlanib ketdi. Hozir 2 saat darsga uzam yolg'iz mangdim kitoblarimni. Toz qaptma kechikib qolg'ili kirsam muallimi baka sog'lashlarim kirib bo'pti ha. Birdan darslarni boshlab ketdik. Mushtaq sog'lashlarim bilan erkin ozoda o'ltirib dars anglatyman. Dars manglab bo'p hozir tamoq yegilmangdim sog'lashlarim bilan. Tamqimni yeb bo'p yotoq kirib aramlanib yeb bo'lgandan keyin tushdan keyin dars o'qigan to'q yana o'g'inish qilmangdim sinfqa. Sinf kirsam birmi bal yo'q ha. Mushtaq erkin ozoda o'zimning o'g'inishini qilaman bakbayziya. Masat to'liq holatda adabiyot darsi o'qinaman do'stlar. Adabiyot darsini bir aql o'qinib bo'lgandan keyin tushdan keyin imtihon baka. Hozir imtihon bagilmangdim. Bugungi imtihonni tajribaxonada birkamiz ya. Kirsam jiqsoqdashlarimizni kirib qopdi. O'rnimdan bino o'tirib imtihonga tayyorlik qilishni boshlab ketdim. Imtihonimni shundoq puxtalat tayyorlik qildim. Hozir sog'dashlarimni ancha-muncha ulug'lar qilib qo'yaman. Faraz qilinglar do'stlar, men vaqtimlik imtihonda qancha olgandim, mushtaqchiq narsalarni o'rganib. To'g'ri topalgan do'stlarimga o'zimning mashhur setayotgan mahsulotini haqsiz so'qilma. Imtihonimni tugitib, hozir o'zim gibi bo'chon yinyan qilay deb oshxonaga kirdim tamoq yegili. Naslimi epop hozir yotoqqa mangdim. Bugungi videoimni mishada oxirlashsin. Imtihonimning natijasini at e'lon qilman. To'g'rilam topalgan do'stlarimizga mash o'zimning mahsulotini haqsiz so'qilma. Hamsa atidiksan kushayli. Xayr xo'sh.